Bozorga qarayapmiz aka. Bozor shunaqa. Bozor 12,5 qildi, bermadim to'g'risi. 13 ming beraman. Faqat bir oydan keyin beraman. 13 mingga qanday bo'lar ekan aka? Lekin haqiqatda pul zarur, sotmasam bo'lmaydi. Hozir $500 naqd beraman. Xo'p, bo'ladi. Faqat pulni hammasini olgandan keyin nomimizga yetkazib beraman. Kelishdik. Baraka. Baraka toping, sog' bo'ling. Yaxshi bo'ldi, yaxshi pulga sotdim, qarzlardan qutulib oldim. Xayrli bo'lsin. Mashinani egasiga aytganmisan, kelamiz o'zi? Aytganman, hozir kelib qoladi. 6 tatib bo'lmasan deb-ku. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kelyapsizmi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom, keling. Kelyapsizmi, qani? Yo'q. Qani keling, o'tiring. Qani, ovqatdan oling. Xullas, bugungi ziyofat mendan. Shu peylarning yo'qotda menga. Ha, menimcha puli ko'p biznesmenlar o'ziga tushib qolgan shekilli. Bu vaziyatdan foydalanib qolish kerak, ishlaringiz bo'ladi. Alo, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ertaga tug'ilgan kunim kelarsiz? Ha, 5-mikrorayonga. Kutaba kelmas sap bo'laman. Sog' bo'ling. Aka, yanamdan boshladingiz. O'zi kimni kutyapmiz? Biroq keladimi? Sizlarga bitta mehmon bor. Hozir keladi. Ko'rishasan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tug'ilgan kunlar bilan. Rahmat. O'zinglarni ham. Qani ichkariga. Bir minutga qarab qo'ying. Bo'ladi, xo'p. Akamizdan tushdi shekilli-ya. Bo'ladi, hozir hali. Qozog'istondagi bizneslarim to'xtab qoldi. Ozgina pul kerak. Yaxshi do'stim, bizdan nima xizmat? Xizmat bor. Siz bilan ham yaxshi tanishib qoldik.